Yo'q, вообще tushunmayapman. Ofitsiantimdan boshimga chiqib aytgan narsang olib kelib berayotgan bo'lsam, jin turishini qara buni. Otang restoranimi bu? Ha, otasining restorani. Xo'jayinning o'g'li. Sani deb ishdan ham haydaldik. Endi ish topish kerak. Seni bilmadim-ku, men topib qo'yganman. Kreditga mashina olaman-da, taksi qilib soqqani qilaman. Zo'r bo'lyapti ekan. O, kreditga aralashma. O, kamida 4 million kredit to'laysan har oyiga. Mashina bo'lsa, o texnika buzilishi bor. Unga o'rtacha 1 millionga ketadi. Tasavvur qil. O'zing yeb icharing, kiyinaman desa, unga 3 millionga ketsa, 8 million. Bir oyda 8 million topa olasanmi? Nima ishdan haydab yubordi hozir? Yo, bitta brat keldi boya. Aka, onamga go'sht olib borishim kerak. Mol go'shti bering. Qo'y go'shtiga onam davleniyasi bor dedi. Ha, biz mol go'sht sotmaymiz-ku. Bilarkansan nima uchun haydalganingni? Sani deb men ham ishdan ketyapman. Hozir yana ish qidirish kerak. Seni bilmadim-ku, men surishtirdim. Mashina olsam har oy buzilmas ekan. Kreditga mashina olamanda, taksi qilib soqqani uraman, bo'ldi, tamom. Otni dumi, men senga aytdim o'tgan safar. Kreditga mashina olding deylik. Buzilmagani bilan har oy 4 million kredit to'laysan, tushunyapsanmi? Undan tashqari 3 milliondan o'zingning xarajatlaring bor. Uylanaman deyapsan. Qandaysiga to'laysan shuncha kreditni? Ha, bolalar, nima qildinglar? Shu aytganingizdek motorni klap bilan to'g'rilab cho'tka qilib qo'ydik. Ha, men dvornik almashtirish kerak degandim. Motor demodim-ku. Hey! Motorni men aytdim-ku, jinnimisizlar? O'xsharkansizlar, aka-uka emasmisizlar? Sal adashibsiz. Ikkoving ham ishdan haydaldi. Ha, nima? O'ylanma, jo'ra. Boshqa ish topamiz. Pashalar. Kreditga baribir mashina olsan-a? Ha, bo'pti, taksi qilishim kerak. Onangdimga to'g'ri aytgan ekan. Ketdim, qavarib ketdi. Soching sozima tormidi, qomating qaytlamadi. Hammasi! Sizni borligingiz ota. Ke, bitta ke. Dada, men mana sizni tabriklagan gul olib keldim. Xotining olmagan gulni menga beryapsan. Sal farosating o'lik tug'ilgan erkak kishiga ham gul beraman. Lekin rahmat. Rahmat, bor o'rnida, rahmat. Tinchlikka bo'lsin-da. Xotin! Hammasi sizni borligingiz ota. Otajon, davlatim, mana bu iPhone sizga. Rahmat bolam, rahmat. Tinchlikmi, gullar, epxona beryapsan. Nimadir patasa ish boshlagansan sen, ko'nglim tegdi. Borimsiz-ku dada, hamma narsa siz uchun. Rahmat, faxrlanaman. Bo'ldi, borur. Qayerga? Tahoratni bizdan qaytadan olib kelay. Hammasi sizni borligingiz ota. Konsertlang tugadimi? Ha, dada, ochiring. Qanisizlar? Hammasi sizni Stop. Mashinani qayerdan olding deb so'ramoqchisizda? Yo. Sen boshqa qo'shiq aytishni bilmaysanmi? Tog'a haqida bilaman. Hammasi sizni borligingiz tog'a. Hammasi. Tushunarli. Sen bola meni asamni buzyapsan. Gul berding, telefon berding, o'zing minmagan mashinani beryapsan. Nimadir ayb ish qilgansan sen. Ko'nglim sezyapti. Nima ish qilding, ayt. Ha, yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Bu sizni xursandchiligingiz uchun hammasi. Sizni yaxshi ko'raman, davlatim siz-ku. Chota netoda. Mana shu ko'rib turgan domingizdan 2 xonali uy sizga, dada. Stop, to'xta. Sen uy beryapsan, mashin berding, gul berding, telefon, nima patasa ish qilding? To'g'risini ayt. Davlatim. Davlatingga sen to'g'risini ayt deyapman. To'g'risini aytsam, sizdan so'roqsiz kredit olib qo'ydim. Kredit? Ha, uy berdi, mashin berdi, gul, telefon. Mayli, men uchun-ku, to'laymizda qancha kredit olding? Shu 5 milliard. 5 mi? Oğlum, men shu gitarani ish biltiraman. 500 ming. 5 milliard 500 ming. 500 ming nimaga? Ha, senga zo'r narsa ko'rsataman, faqat hech kimga aytma, xo'p? Qara. Ya! Nima qilyapsiz? Ko'p odam yosh bolaga ham shu narsani o'rgatadimi? Undan ko'ra kirib oyog'ingizni yuving. Hidiga chidab bo'lmaydi. To'rtdagi gullarim ham so'lib ketdi. Mana issiq suv, oyog'ingizni vanna qiling. Bo'ldi, ko'p o'tirdim. Zo'r bo'ldi.
Qaralaring o'sha ariqchini yaxshilab qara. Nima qilyapsizlar? Mahallada anchadan beri nimadir sasyapti. Hayvon o'lgan bilmayman. Bor sen ham qarash. Yo'q, vaqtim yo'q edi, boshqa safar. Hid kuchaydi, qaralashdi bo'lish mumkin. Kelin o'g'lim bilan yaxshi yashayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat. O'g'lingiz ishdan keldi menimcha. Sevasan-da, har doim eshikni taqillatmasimdan o'zing ochasan. Qayerdan sezasan? Oyog'ingizni hididan. Dada, ko'ngilga tegadi ham demaydi. Oyong sasayap deyuradi. Men o'zingiz ayting, hozir xonada hid bormi? Yo'q. Yo'q, meni o'zimga ham sezilmay. Eshityapsanmi? Yo'q hid. Suv sovib qolmadimi? Ha, yo'q. Tursak bo'ladimi? Yo'q, bo'lalar. Agar meni 6 ta podpисчигim 2000 dan tashlasa bitta muzli marojni olar ekanman. Tashlaylar, davay. Chinoy. Mazam bo'lmayapti, tez yordam chaqir. Dada, men sizni o'zim davolayman. Ana, zo'r tushdim. Ana. Sen noto'g'ri ketib qol. Ana. Nima mana. Ana, zo'r tushdim. Ya, noto'g'ri tushding, lekin shtochka eslab qol. Doktor chaqirmasam bo'lmayapti. Dada, boshqatdan tiqib ko'raymi? Bugun sizlar bilan kasal odamni oyoqqa turg'azadigan damlama tayyorlaymiz. Davay, tayyorlayman. Bizga uylanmagan kaptarning bir dona pati kerak bo'ladi. Pat bor mana. Uylanmagandir. Uyingizda bir donagina barg bordir. Barg bor. Mana. O'sha bargni aslo sola ko'rmang. Voy. Agar sop qo'ygan bo'lsangiz qaytarib olmang. Agar yana qaytib olgan bo'lsangiz, mayli tashlab yuboring. Hech narsa qilmaydi. Birinchi kelish o'yinlari. Dada, zo'r damlama tayyorladim. Ichsangiz tuzalib ketasiz. Bitta iching. Ta'sir qildimi? Yo'q. Ta'sir qilib qolaman. Doktor chaqir. Yo'q, dada, zo'r damlama bu. Voy sassiq. Boya kaptar uylangan ekan. Dada, uzr. Voy chirib ketdi ya. Kasal odamni o'rnidan turg'azish. Hozir chiqadi. Zo'r qildan ham o'ynayman. O'rolik Jamshid akani maslahati. Boshqa narsa chiqib ketdi-ku. Mana. Ha, nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ola? Ha, ota. Qayerdan keldingiz? Tushunali. Bormi og'riq? Bormi? Bormi og'riq? Og'riq kuchaydi. Doktor chaqir. Bul dada. Yig'lamang. Oho, ahvolingiz o'ta og'ir, otog'im. Nimaga shu paytgacha tez yordam chaqirmaysiz? Yo, sizga kimdir qarshilik qildimi? Qarshilik qilgan bo'lsa ayting, men uni qivoraman o'zim. Ha, men aytdimmi? Yo, men aytdim, dada, doktorga boraylik dedim, dadam. Dada. Don zikki osmondan endi Zo'r narsa o'rgandim. Qara. Tur. Qara. Vo, zo'r Endi ekan. bu yoqqa qara. Oho, buni nerv tomirlari qisilib qolgan. Bir oyda oldingi holatiga qaytadi. Bir oy shunday yuramanmi? Bir oydan keyin borsangiz o'zim joyiga solib qo'yaman. Assalomu alaykum. Siz kulyapsizmi ustimni? Yo, kulganim yo'q, noto'g'ri tushunyapsan. O sizga aytibman, uydagilarim meni boshqa yerga bermoqchi. Siz tirjayib o'tiravering. Yo, tirjayganim yo'q, noto'g'ri tushunyapsan. Aytayapman, uydagilarni jo'nataman, ha. Babir kulyapsiz, a? Endi o'shanga yerga tep ketaman. Yo, kulganim yo'q, bunga ishonma, yig'layapman men hozir. O'g'lim, senga bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Biroq hozir yuzingga ham qarolmayapman. Qanaqa aytishdi? Bo'lyapman. Seni boqib olganmiz, o'g'lim. Xotin, o'g'limiz bizni to'g'ri qabul qildi. Xotin. Uyimgacha kelmasangiz ham erta ishga borardim. Chidolmadim-da, doktor. Bir oy bo'ldi-ku, davolab qo'ying tezroq. Tayyormisiz? Ha. Nima maska taqib oldingiz, endi bu sizga kerak emas. Qani o'zingiz bo'sh qo'ying.
Ha? Ikkinchisi oxirgisi. Nima bo'ldi, doktor? Tuzaldimmi, yaxshi bo'lib ketdimmi? Onangning bir boyaki maska qani edi? Men bir o'qimishli, ziyoli professor odam bo'lsam, nega o'g'lim bunaqa bo'ldi? Nega menga bunaqa qarayapsiz? Men ham o'qimishli olima ayol bo'lsam, bilmadim o'g'limiz nega bunaqa. Nimadir g'alatida. Ko'ppa kunduz kuni o'g'irlik qilyapti. Yana o'z uyidan. Nimadir g'alatida. Keling. Sizda gapim bor edi, maylimi uyingizga kirib gaplashib olsak? Mayli kuya, siz kimsiz? Farzandingizni dunyoga keltirgan hamshira bo'laman. To'g'risini aytsam, vijdon azobida qiynalib ketdim. Bundan 20 yil oldin farzandingizni tug'ruqxonada bilmasdan alishtirib qo'yganman. Kechira olsangiz, kechiring meni. Ko'nglim sezgandi. Manzilini bering. Kim bor? Birdan maqsadga o'tsam, bundan qariyb 20 yil oldin anglashilmovchilik bo'lib, raddomda farzandlarimiz alishib qolgan ekan. O'shanga o'g'lingizni olib keldim. Mana g'irt o'zingiz, meni o'g'limni chaqirib bersangiz, insofli, odobli, ziyoli o'g'il. Qani meni farzandim? Kim ekan, dada? Sani haqiqiy o'rta-onang kelib olib ketgani. Voh! Ketaveringlar, men normal yashayapman. Garang! Ha, nima? Mana o'zi pasayib turib, quloqim yetilib ketadi. Muncha baland bu. Haqiqatan ham juda ham past ovozi. Nima ishlamaydi pult? Kar xotin. Qara xotin, hozir sekin gapirishni o'rganam. Bo'lmasa tug'ib qo'yasan. Hozir og'zingni ochaman, sekinlik bilan dadasi deysan. Tushundingmi? Nima dedi? Tushunmadim. Yangi oyna qo'ydiruvdim-da. Nima deyapsiz? Oldingda turibman-ku, enangni ayroniga baqiryapsanmi, garang? Sochdim dabda. Nima deydi? Xotin. Bu garang eshitmaydi. Xotin. Ha! Yaxshi. Yana romantikami? Yo'q, choy damlab ber demoqchi edim. Bolani bir berchi. Bolani bir ber menga. Dadang seni bir olayam demaydi. May bolani oling. Jinni bu, sen garangga e'tibor berma. Ham bir dada deb qo'ychi. Olaydi.